Oke, Matiz rulini o'zinikini yechib tashlab, Malibu rul taqib olish kerak edi. Bo'ldi, oke, taqib olamiz dedim. Matiz zavодской rulini yechib, Malibu rul taqamiz noldan. Zavодской rulda shleft bo'lmaydi, bunga shleft qo'yib, rullari ham o'zi tayyor perdelka bo'lgan ekan, jenta turgan ekan, inshaalloh, mana tulkalar qoqilgan, simlari ham perdelka bo'lgan. Ustinovka qilamiz endi. Okam Xitoy shleft olib ketdilar, lekin argani qo'yganinglar yaxshi. Erta chillab qolishi mumkin Xitoy shleft. Simlarni akkuratlik qilib, izolentda yopib, hammasini cho'tki qilib qo'yamiz, xohlasa. Xohlasa cho'tki bo'ldi. Gavaritlarni. Agar sizlar ham mashinaga rul qo'ydiraman deb olib qo'ygan bo'lsanglar, servisga yuborishga vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, inshaalloh o'zimizga aloqa etsanglar, borib ustinovka qilib beramiz. Keyingi bo'lsa, olib ketib, perdelka qilib, yana olib borib ustinovkalarni qilib beramiz. Nomer qoldirib qo'yamiz, inshaalloh murojaat qilaverasizlar.